Har hafta oshiymiz, sinfdoshlar bilan, kursdoshlar bilan, yana binasadoshlar bilan, hoji oshlarimiz bor, boshqa bor. Bitta narsani yaxshi bilaylik azizlar. Mana shu har shanbalikda oyda o'rtasida oxirida yoki falon kunlarda yeyayotgan oshlarimizni to'planib olib shu yig'inlarimizni eng savoblisi, ajrlisi haligi qarindoshlarning oshi deb qo'yadi. Eng savoblisi, ajrlisi o'sha qarindoshlarning oshi. Nimaga? Siylaya ham bor tagida. Bugun amakim o'g'li qilib beryapti. Keyingi oyga xolam o'g'li. Ana bir-biridan xabar oladi. Bormisan, yo'qmisan, holing qanaqa, ishing yaxshimi, tuzingmisan, xolam yaxshimi, ammam yaxshimi, tog'am yaxshimi buni. Ana siylay rahim. Siylay rahimni bog'lashlik uchun bosilgan qadamlar deydi hadisda. Alloh taoloning nazdida bandani farz amallarga bosgan qadami bilan teng. Peshin o'qib kelay, juma o'qib kelay, hajni bajarib kelay, yo zakotim berib kelay deb